Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Armudundagi bir kentda nopusning 45%ning lagerda ekanligi, Mishada dehqonchilikni atalmış fidoilarning qilayotganligi oshkorlandi. 37 tashkilot Amerika tamojna doiralaridan Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan paxta to'qimachilik mahsulotlarini cheklashni talab qildi. Mashhur adib Abdurahim O'tkirni cho'nqur yod etamiz. Yaponiya imperatori Naruhito taxtga o'ltirdi. Tövəndə ixtiyarlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Erkin Asiya Radiosu xəbərdə Erkin Asiya Radiosu müxbirlərinin telefon ziyarəti arqılıq Qashqar yeni şəhərinin Armudun yezisidəki 1300 nüfusluq bir kənddə 600 kişinin, yəni nüfusunun 45%ning lagerdə ekanligi oshkorlangan. Feyzavatning Misha yezisida nüfusunun 20-digidək lagerdə bolğaşqa dehqonchilik ishlarini tövəngə tushgan kadrlar və fidoilar deb nom berilgan ta'tilda uyga qaytgan o'quvchilar qilayotganligi ma'lum bo'lgan. Gerçi Sharq Turkistonda lagerlar qurilgandan buyon Uyg'urlarning ko'chalarda favqulodda azlab ketganligi, do'konlar taqilib savdo tijoratmi asosan to'xtagan bo'lib, qanchalik kishi yoki nüfusning qanchalik qismining lagerda ekanligi haqida rasmiy sonliq ma'lumotlar texnik o'rtaga chiqmagan edi. Telefon ziyarati orqali Qashqar shahar noyisining Armudun yezisidagi bir mahalla boshlig'ining yezi bo'yicha 2-kentdan tarbiyalashga akitilganlarning eng ko'p ekanligini, bir soqchi xodimining o'zi mas'ul kentda 400 cha oila borligi, ulardan 300 cha oilada tarbiyalashga akitilgan kishilar borligi, har bir oilada o'tri hisob bilan 2 kishining lagerda ekanligini oshkorlab, o'zi mas'ul kentning yangidan qurilgan va asosan yoshlardan tashkillangan kent ekanligi. Shunga har bir oilada jon sonining pek ko'p emasligini eskartib, bu kentda 1300 cha nüfus borligi, uningdan 600 kishining navbatda lagerda ekanligini, emgak kuchi asosan digida qamag'anlik uchun dehqonchilik ishlarini yezib tushgan kadrlar va fidoi deb atalayotgan ta'til uchun uyga qaytgan o'quvchilarning qilayotganligini bildirgan. Telefon ziyoratini qabul qilgan Feyzavatda vazifa o'tayotgan bir xodim Misha yezisida nüfusining 20-digidek tarbiyalash ekanligini oshkorlagan. Atalmış Uyghur Abnum rayonining raisi Shuhrat Zakir bu yil iyul oyining oxir haftasidagi bir axborot bayonotida rayonda kasbiy tarbiya olayotganlarning 90%ning oilasiga qaytganligini e'lon qilgan edi. Ammo shuningdek mayli markaz, mayli Sharq Turkistondagi Xitoy amaldorlarining hech qaysisi lagerdagi 90% kishining oilasiga qaytganligi haqida og'iz ochmadi. Aksicha kasbiy tarbiyalashni izchil davomlashtirishning zarurligini ta'kidlashmoqda va bu vaqtda plan programmalarni o'ttirib qo'ymoqda. Axborot kuchurlardan ma'lum bo'lishicha, albaniyalik yozuvchi Ulusi Yozichining Sharq Turkiston ziyorati davomida aloqador bir xodimdan qistab so'rashi natijasida lagerdagilarning umumiy sonini ko'p emas, aron 500 ming deb bayon qilgan. Ilgari Birlashgan Davlatlar Tashkilotining mutaxassislari bu sonning 2 milliondan ortiq ekanligini o'ttirib qo'ygan bo'lsa, Uyg'ur faoliyatchilari bu sonning 3 million bilan 5 million orasida ekanligini ilgari surishmoqda. Lantos kishilik huquq fondi, fuqarolar kuchi, Amerika Uyg'ur birlashmasi, Jungo'ga yordam berish tashkiloti qatorliq 37 xalqaro tashkilotlari yaqinda Amerika chegara qo'g'dash idorasi va tamojna idorasining haydakchilik muvaqqat mudiri Mark Morganga maktub yozib, Xitoyning atalmış Xinjiang va boshqa joylarda kishilarni sistemalik majburiy emgak silayotganligiga doir muhim dalillar borligi, Amerikaga import qilinayotgan paxta, to'qimachilik, kiyim-kechak mahsulotlarining majburiy emgak bilan ishlab chiqarilayotganligi ta'kidlanib, atalmış Uyg'ur Abnum rayonida va Xitoyning boshqa o'lkalarida majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan to'qimachilik mahsulotlarining Amerika bozoriga kirishini cheklashni talab qilgan. Maktubda Amerikadagi Xitoy fuqarolar kuchi tashkilotining yaqinda e'lon qilingan doklati naql keltirilib, Xitoy shirkatlari va shohidlarning guvohligi dunyodagi eng chong paxta ishlab chiqaruvchi bo'lgan Xitoyning dunyodagi eng chong majburiy emgak sistemasini barpo qilib, o'zining paxta ishlab chiqarishini ishchi bilan ta'minlayotganligini ko'rsatmoqda. Mazkur paxta gulaglari Uyg'ur va boshqa musulmonlarning yurti bo'lgan Sharq Turkistonni baza qilib, Xitoy paxta mahsulotining 84%ni ishlab chiqarmoqda deyilgan. Xitoy fuqarolar kuchi tashkiloti avgust oyida yolg'onchilikning gazmali paxta, Xinjiang to'qimachilig'i, kiyim-kechak sohasidagi majburiy emgak va Xitoyning yer shari ta'minot zanjiri nomli doklad e'lon qilib, Xitoy hukumatining to'qimachilik korxonalari bilan tadbirlik turib, lagerdagi Uyg'ur tutqunlarini to'qimachilik fabrikalarida emgak silayotganligiga doir nurg'un dalillarni oshkorlagan. Xitoy hukumatining 2018-yili 450 ming Uyg'urni bu korxonalarga o'rlashtirganligi ta'kidlanib, majburiy emgakning Uyg'ur rayonida umumiylik mavjud hodisa ekanligi. Amerika chegara qo'g'dash va tamojna idorasi Turkmanistonning paxta mahsulotlarini cheklagandek, Xitoyda majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarga o'xshash o'lcham qo'yish kerakligini bildirgan. Dekabr kuni Uyg'ur yaqin zaman tarixida qimmatli asarlari, mo'l usulli xizmatlari bilan doim yod qilinib turadigan, Uyg'ur adabiyotida muhim o'rin tutilgan donglik adib, qimmatli adabiy meroslari bilan Uyg'urlarning qalb to'ridan cho'nqur o'rin olgan Abdurahim O'tkir apandi vafotining 24 yilligi. Abdurahim O'tkir 1923-yili Qo'milda o'tirhal tijoratchi oilasi dunyoga kelgan. U ota-onasidan kichkidil ayrilib yetim qolgan. Dadisi Tilash begim otish tijalli kishi bo'lib, olamdan o'tar chig'ida amdil 4 yoshga kirgan Abdurahimni Qo'mil mo'tvarlaridan bo'lgan do'sti Osmon Hojiga bola qilib berib o'tgan. 1995-yili 10-oyning 5-kuni kasal sababidan vafot bo'lgan.
Ayni vaqtda butun Uyg'ur xalqi orasida olim o'ldi degan hasratlik sadolar larza kelgan edi. Abdurim O'tkir Temur Xalifa boshchiligidagi Qo'mil dehqonlar qo'zg'olonining o'tmishini aks ettirgan tarixiy roman Izni 1985-yil e'lon qilgandan keyin kitobxonlarning orasida kuchli ta'sir qo'zg'ab, yangi davr Uyg'ur adabiyoti munbirida kishilarni alohida jalb qilgan cho'lpon bo'lgan. Uning ilgari oxir Qashqar kechasi, Iz, Umr manzillari, Uyg'ongan zaman qatorliq kitoblar nashr qilindi. Uning yana she'r va shoir, Turpan ta'sirotlari, Qashqar kechasi, Ulug' ona haqida cho'chak qatorliq she'r va dostonlari xanzu tiliga tarjima qilinib, she'riyat, millatlar adabiyoti, g'arbi diyar adabiyoti qatorliq jurnallarda e'lon qilindi. Zerikkash bu jallar zimistondin. Jonu jonimdin bahor chillayman. Tunlar kechisi huvlig'on shirdak. Ah, pig'onimdin bahor chillayman. Na toqatim bor, na sabrim amdi. Qaynoq bir qozon yurikim amdi. Go'yo bir vulqon tilikim amdi. Shu vulqonimdin bahor chillayman. Yaponiya imperatori Naruhito dadisidan 1-mayda topshirib olgan Kasimpati, ya'ni imperatorlik taxtiga alohida murosim bilan o'tirdi. Yaponiya imperatori Naruhito poytaxt Tokiodagi imperatorlik sarayida o'tkazilgan an'anaviy murosim bilan Yaponiyada Kasimpati deb atalgan imperatorlik taxti Takamikuraga o'tirdi. Xanishi Masamkomo Michodaimu taxtga o'tirdi. Murosimga 190 davlat va xalqaro organlardan 2000 ga yaqin kishi qatnashgan bo'lib, 59 yoshlik imperator Naruhito davlat asos qonun bo'yicha harakat qiladiganligini, davlatning va Yaponiya xalqining birligining simvoli bo'lishini, mas'uliyatlarini bijondil o'rinlaydiganligini bildirdi. Naruhitoning dadisi salomatlik ahvoli sababidan 30-aprel kuni 30 yillik imperatorlik taxtini o'g'liga bo'shatib bergan bo'lib, o'g'li Naruhito 1-mayda rasmiy topshirib olgan edi. Yaponiya hukumati Naruhitoning Takamikuraga o'ltirish munosabati bilan davlat miqyosidagi 550 ming mahbusga umumyuzlik kechirim e'lon qilganligini jakarladi. Robiya Qodir xonim o'tgan hafta Qirg'izistonda ichinishda qoldi o'ldirilgan tijoratchi G'ofur Abdurahmonning o'limiga ta'ziya bildirdi. Robiya xonim ta'ziyanomsida G'ofur Abdurahmonning Uyg'ur jamiyatining tirikchilik ko'yidagi bir a'zosi emas, bir oilaning to'rik ekanligini tilga olib, uning otishdagi oila tavobati va Qirg'izistondagi do'st birodarlardan hol so'radi. Robiya xonim ta'ziyanomsida nuqtali holda muhojiratdagi Uyg'ur jamoatini, Uyg'ur xalqining beshiq kelayotgan bu xil talafotlarni aslicha tutishga, uning ko'z ko'rinmagan qotillar ustida emas, ko'z ko'rinmagan qotillar ustida o'ylanishga va dars olishga chaqiriq qildi. G'ofur Abdurahmonning o'limining sababi ko'rinishda mayli ijtimoiy, mayli oilaviy, mayli iqtisodiy bo'lsin, tegdekdan olganda uning yana bir tarafi siyosiy taqdirimizga, ya'ni davlatsizligimizga tutishadiganligini eslatgan Robiya xonim ta'ziyanomasida munolarni ta'kidladi. Agar Uyg'ur bugun davlatsiz bo'lmagan bo'lsa, Qirg'izistonda Uyg'urning bir elchixonasi bo'lgan bo'lsa, aniqki G'ofur Abdurahmonning beshiga bu kun kelish ehtimolligi nihoyat oz edi. G'ofurning egisizligi uning orqasida uning hayoti bexatarligini, haq huquqini qo'g'daydigan va surishti qiladigan bir davlat elchixonasining bo'lmasligi G'ofur Abdurahmonning raqiblariga jasorat bergan. Xuddi lagerda o'ltirilayotganlarga o'xshashlar, bu qotillikning orqasidami Uyg'urning davlatini yiqitgan, vatanni ishg'ol qilib olgan Xitoy davlatining qo'li vositalik holda mavjudligini tilga olgan Robiya Qodir xonim Uyg'ur jamoatini bunday voqealarda fojianing yiltizini ko'rishga, shaklidagi emas, mohiyatdagi qotillarni tunishga va bexatarligimiz va xotirjamligimizning birdan-bir kapolati bo'lgan milliy davlatimizni asli keltirish uchun har bir Uyg'urni qo'lining kelishicha bir kishilikdan amaliy harakat qilishga, hech bo'lmaganda duo qilishni unutmaslikka da'vat qildi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.